Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz otakson, onaksonlar, muhtaram nafaqaqshorlar. Bugun biz sizning kvartirangizni bolalaringizga taqsim yoki hadya shartnomasi asosida o'tkazishning savflari va O'zbekiston uy-joy kodeksi bo'yicha umrbod yashash huquqingizni qanday himoya qilish mumkinligini, ayniqsa qarindoshlar sizdan qishloq uyga ko'chib ketishingizni kutayotgan holatlarda chuqur o'rganamiz. Bu sizning kelajagingiz, farzandlaringiz bilan munosabatlaringiz va eng muhimi, keksaligingizda tinch osoyishta yashash huquqingiz haqidagi eng muhim ma'lumot bo'ladi. Tasavvur qiling, butun umr peshona teringiz bilan mehnat qilib, zarracha pulini ham asrab avaylab topgan uy-joyingizdan keksaligingizda farzandingiz sizni majburan chiqarib yuborishga harakat qilyapti. Go'yo sizning o'rningiz qishloqda, shahardagi qulay uy-joy esa yoshlarga tegishli. Bu afsuski, sayol emas, balki men o'z amaliyotimda ko'plab keksa avlod vakillari duch kelayotgan achchiq haqiqat. Men bunday adolatsizlikka chidab tura olmayman va sizning har biringiz o'z huquqlaringizni bilishingizni istayman. Hurmatli otakson, onaksonlar, aziz nafaqaqshorlar, sizlar bu yurt uchun, oila uchun umringizni, sog'ligingizni fido qildingiz. Har bir gishtni terishda, har bir so'mni yigishda kelajak farzandlaringizni, nabiralaringizni o'yladingiz. Balki urushdan keyingi o'gir yillarda yo'qlikni ko'rdingiz, ammo vatandaya, oiladaya fidokorona mehnat qilaverdingiz. Sizlarning mehnatingiz, matonatingiz va fidokorligingiz tufayli bugungi avlod mana shunday sharoitlarda yashayapti, mamlakatimiz rivojlanyapti. Ammo shunday fidoyilik evaziga qanday minnatdorchilik qilyapmiz? Ba'zi holatlarda siz yaratgan uy-joydan mahrum qilishga urinish, bu nafaqat O'zbekiston qonunlariga zid harakat, balki bizning milliy qadriyatlarimizga, axloqiy tamoyillarimizga ham mutlaqo to'g'ri kelmaydigan tubanlikning ham yorqin namunasidir. Sizning ham shunga o'xshash hayotiy tajribangiz bormi? Butun umr mehnatingiz bilan qurgan yoki sotib olgan uyingizni farzandingizga ishonib berganingizdan afsuslanganmisiz? Yoki aksincha, farzandlaringiz sizga har doim g'amxo'rlik qilganiga shukronalik keltirasizmi? Iltimos, izohlarda o'z hikoyangizni, necha yillik mehnat stajingiz borligini, qaysi sohaga umringizni bag'ishlaganingizni yozib qoldiring. Keling, o'zimizning hayotiy tajribamiz orqali boshqalarga dars beraylik, bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Unutmang, nafaqashorlarimizning huquqlari doimiy ravishda o'zgarib turadi. Muhim qonun yangiliklarini o'tkazib yubormaslik, huquqiy savodsonligingizni oshirish va bizning adolat uchun kurashimizni qo'llab-quvvatlash uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Zero, bilimsiz har bir qadam xavfli bo'lishi mumkin. Qadimdan bizning jamiyatimizda, O'zbekiston zaminida keksalarga hurmat muqaddas tushuncha. Ota-onaning so'zi qonun edi, ularning haqqiga xiyonat qilish sayolga ham kelmasdi. Uy-joy ko'pincha og'zaki kelishuvlar, ishonch asosida avloddan avlodga o'tgan. Farzandlar ota-onasi yonida xizmat qilib, ularni rozi qilib yashagan. Hatto mahalla ham bunday masalalarda doim adolatli hakam bo'lgan. Ammo hozirgi bozor iqtisodiyoti, pulga bo'lgan ishtiyoq, ba'zi farzandlardagi minnatdorchilik tuyg'usining susayishi natijasida vaziyat o'zgarmoqda. Endi ko'pchilik o'z uy-joyini farzandlariga notarial tasdiqlangan hadya yoki taqsim shartnomalari orqali rasmiylashtirib bermoqda. Bu bir tomondan yaxshi niyatdan kelib chiqqan bo'lsa, ikkinchi tomondan keyinchalik keksalarimizni og'ir ahvolga solib qo'yish holatlari tez-tez uchramoqda. Ayniqsa shahardagi kvartirani olib, ota-onani qishloqdagi uyga jo'natishga urinishlar achchiq haqiqatga aylanmoqda. Pensiya jamg'armasi tomonidan to'lanadigan pensiya bilan og'ir sharoitda kun kechirayotgan keksalarga bu ikki karra zarba bo'ladi. Xo'sh, kimlar saf ostida va o'z uy-joyida umrbod yashash huquqini qanday himoya qilish mumkin? Maktabdan tab nan ana ya alatdan inkatazaf ostida bo'lgan nafaqashorlarimiz hadya shartnomasi, sovg'a qilish shartnomasi tuzganlar. Bu shartnoma bo'yicha siz mulkdan to'liq voz kechasiz. Uy bolalaringizning mulki bo'ladi va ular sizni istalgan vaqtda uydan chiqarib yuborish huquqiga ega bo'ladi. Hattoki sizni ro'yxatdan chiqarib tashlashlari ham mumkin. Bu eng xavfli variant hisoblanadi, chunki siz mulkka bo'lgan barcha huquqlaringizni yo'qotasiz. Taqsim shartnomasi 62 bo'lib berish shartnomasi tuzganlar, ammo umrbod yashash huquqini kafolatlamaganlar ishtikim. Agar siz kvartirani o'zingizning ulushingizni bolalaringizga bo'lib bergan bo'lsangiz, lekin shartnomada sizning ushbu uyda umrbod yashash huquqingiz aniq belgilab qo'yilmagan bo'lsa, siz ham saf ostidasiz. Chunki bu ulush sizga tegishli bo'lmaydi va farzandlaringiz sizni o'z ulushlaridan mahrum qilishlari mumkin. 3.
notarial tasdiqlanmagan og'zaki kelishuvlarga ishonganlar. Hatto notarial tasdiqlanmagan og'zaki kelishuvlarga ishonish ham juda katta savf tug'diradi. Chunki O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra ko'chmas mulk oldi soddi, hadya va taqsim shartnomalari majburiy notarial shaklda bo'lishi kerak. Aks holda bunday kelishuvlar yuridik kuchga ega emas. Ni nda tasdiq ishtarandi tutum. O'z uy joyida umrbod yashash huquqini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lgan holatlar yoki qanday qilib o'zingizni himoya qilish kerak. Ama tashsha mush intentariya nana intentariya na nishtashtichian. On potenatna mustati tara ina na netara sagat tumutma bashatam tradama ya testrim. Umrbod ta'minlash sharti bilan uyni boshqaga o'tkazish shartnomasi. Renta. Bu shartnoma bo'yicha siz mulkni farzandingizga yoki boshqa shaxsga o'tkazasiz, ammo u sizni umrbod moddiy va ma'naviy ta'minlashga, jumladan uy joyida yashash huquqingizni saqlab qolishga majbur bo'ladi. Agar shartnoma shartlari buzilsa, siz uni bekor qilib, mulkni o'zingizga qaytarib olishingiz mumkin. Bu nafaqaxo'rlar uchun eng ishonchli variantlardan biridir. Vasiyatnoma, vasiyat qilish, mulkni vasiyatnoma orqali qoldirish, bu sizga mulkdorlik huquqini hayotlik davringizda saqlab qolish imkonini beradi. O'limingizdan keyingina mulk vasiyatda ko'rsatilgan shaxslarga o'tadi. Bu variantda sizning yashash huquqingiz to'liq himoyalangan bo'ladi va siz o'zingizni xavfsiz his qilasiz. 3. Tartatini pomatitidan tanattisha, natati qsamtsa, ya tatsakta kvartirada umrbod yashash huquqini alohida belgilash. Bottarak makish nalan natya agar hadya yoki taqsim shartnomasi tuzilayotgan bo'lsa ham notarius orqali shartnomaga sizning ushbu kvartirada umrbod yashash huquqingizni aniq va qat'iy belgilab qo'yish lozim. Bu hatto mulk farzandingizga o'tgan taqdirda ham sizni chiqarib yuborishga yo'l qo'ymaydi, chunki bu huquq qonunan himoyalanadi. Tandia O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksi himoyasi. Uy-joy kodeksining tegishli moddalarida, jumladan 3.2 moddasida fuqarolarning uy-joyga bo'lgan huquqlari himoyalangan. Agar sizning yashash huquqingiz buzilsa, sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Bu holatda sizga yuqori malakali advokatning yordami zarur bo'ladi. Nima qilish kerak agar siz shunday vaziyatga tushib qolsangiz? Birinchi navbatda mahalla faollari, oqsoqollari va keng jamoatchilik vakillari bilan maslahatlashing. Ularning aralashuvi ko'pincha dastlabki bosqichda nizolarni tinch yo'l bilan hal qilishga yordam beradi. Bizning urf-odatlarimizda ota-onaga hurmatsizlik, ayniqsa mahalla oldida uyatli ish hisoblanadi. Ammo agar mahalla aralashuvi natija bermasa yoki vaziyat o'g'irlashsa, zudlik bilan huquqshunosga, advokatga murojaat qiling. Notariuslar bilan maslahatlashib, sizning shartnomangiz shartlarini qayta ko'rib chiqish yoki o'zgartirish imkoniyatini o'rganing. Hech qachon o'zingizning huquqlaringizdan voz kechmang, yuridik maslahat olishdan tortinmang. Biz advokatlar sizning adolatli va tinch hayot kechirishingiz uchun doim yordam berishga tayyormiz. Siz butun umringizni shu jamiyatga bag'ishlagansiz, sizning keksaligingiz osoyishta o'tishi kerak. O'zbekiston Respublikasi qonunlari va uning fuqarosi sifatida sizning haqqingiz bor. Videomiz sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Izohlarda savollaringizni qoldiring, albatta javob beramiz. Salomat bo'ling.